Rus tilida yangi so'zlarni o'rganamiz. Men rus tilida so'zlarni aytaman, siz ularni mendan oldin o'zbek tiliga tarjima qilishga urinib ko'ring. Birinchisi, по сути. По сути. Misol uchun, по сути проблема не в деньгах, а во времени. Tarjimasi aslida. Keyingi so'zimiz по крайней мере. Misol uchun, по крайней мере мы попытались. Hech bo'lmaganda deb tarjima qilinadi. Hech bo'lmaganda biz harakat qilib ko'rdik. Keyingi so'zimiz допустим. Допустим, ты прав. И что? Tarjimasi faraz qilaylik. Faraz qilaylik, san haqsan. Nima qilibdi? Va oxirgisi juda ham ko'p ishlatiladigani скорее всего. Скорее всего я опоздаю. Katta ehtimol bilan kech qolaman. Ya'ni katta ehtimol bilan deganda aytishimiz mumkin. Ushbu so'zlardan nechtasini to'g'ri topganingizni izohlarda yozib qoldiring. Va shuningdek, rus tilida ishlatiladigan ko'proq so'zlarni o'rganish uchun izohda ko'rsatilgan Telegram sahifamga obuna bo'ling.